Fermer xo'jaliklari endi ochiqlikka chiqish vaqti keldi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi fermerlarda aksariyat hollarda kiruvchi qo'shilgan qiymat solig'i yo'qligi sababli ularda olayotgan daromadlariga nisbatan soliq yuki katta bo'lib ketadi. Shu sababli qishloq xo'jaligi sohasida qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi joriy etildi. Bu qishloq xo'jaligidagi yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga yordam beradi. Aksariyat qishloq xo'jaligi korxonalari qo'shilgan qiymat solig'i yukidan qochib, soddalashtirilgan soliq rejimida aylanmadan soliq to'lashadi. Endilikda esa qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi joriy etilishi, undan tashqari o'zi ishlab chiqargan o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlarini realizatsiya qilishdan olgan foydasiga ham foyda solig'i stavkasi 0% ekanligi belgilangan soliq rejimiga o'tish afzalligini bildiradi. Bu nimani beradi? Soliq yuki oshmaydi. Belgilangan soliq rejimiga o'tish manfaatli bo'ladi. Yashirin iqtisodiyot qisqaradi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilariga qo'shilgan qiymat solig'i summasini qoplash atigi 3 kun ichida avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshiriladi. Unutmang, ochiq va shaffof ishlash barqaror rivojlanish garovidir.